Yozgi ta'til vaqtida bironta ta'lim muassasasi yopilmaydi. Ularning sport maydonchasi, o'quv xonalarida yoshlar uchun sport, fan va kasb ko'kraklari ochiladi. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz. Muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan tashkil etilgan Dolzarb 90 kunlik tadbirlari tumanimizdagi barcha maktablar qatori bizning ham 10-sonli maktabimizda tashkil etilib, bunda bolalarimiz maroqli dam olish uchun turli xil sharoitlarni yaratib, sun'iy suv havzalari, batutlar, qolaversa turli xil to'garaklar tashkil etganmiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bu to'garaklarimiz, bu o'yinlarimiz maktabimizda muntazam Dolzarb 90 kunlik doirasida davom etadi. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim bizning Navoiy bobo. Biz hozirda yozgi ta'tilni maroqli o'tkazyapmiz. Shu ustozlarimizga rahmat, maktabimizga lager qilib bergani uchun. O'z nomimdan butun maktabimizga rahmat. Yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari biz yoz ta'tilda maza qilyapmiz. Rahmat. bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlar, beruniylar bosgan izlarni bosib. Yurt bayrog'in ko'proqday mahkam tutib, yuksaklarga qadam. Men yozgi ta'tilda shaxmat chashka to'garakka qatnashib kelmoqdaman. Bu yilgi yozgi ta'til juda ham zavqli o'tyapti. Har jabhada zafar quchgan yoshlarimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bilagida kuch va har bir harakatda azmu shijoat jo'sh urgan yigitlarimiz, bilim va odobda, aql zakovatda tengsiz qizlarimizni ko'rib, har qanday xalq, har qanday davlat bizga havas qilsa arziydi albatta.